Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Bugun biz Barselonaning keyingi mavsum hujumi haqida gaplashib o'tamiz va qanaqasiga Anthony Gordon bu sistemaga to'g'ri kelishi mumkin, qanaqasiga Adeyemi o'zi nimaga sotib olindi, Julian Alvarez kelmasa nima bo'ladi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Birinchidan do'stlar, man boshida agarda Julian Alvarez sotib olinmasa haqidagi situatsiyani gaplashib o'taman hujumini, agarda Julian Alvarez sotib olinsa, o'sha situatsiyani ham gaplashib o'taman. O'ylab ko'raylik, yozni oxirigacha Barselona umuman transfer qilmadi, hujumga ham umuman hech qayerga. Va Barselona Ferran Torresni PSG ga sotib yubordi, chunki bu ketishda Ferran Torres realni PSG ga ketadi. Tak. O'ng winger sifatida Lamine Yamal 100% qoladi. Chunki Lamine Yamal endi buni dash tushuntirishni ham xohlamayman. Lamine Yamalni olib qo'yish uchun iloji yo'q. Lamine Yamal Barselonaning keyingi 10 yillik, keyingi 20 yillik proyektining eng markaziy, eng muhim figurasidir. Chap qanotda esa Rafinha, lekin Lamine Yamalday imенно temir o'yinchisi emas, железный o'yinchisi emas asosiy tarkibda. Nimaga? Chunki Rafinha oldingi sezon va o'zi Rafinhani nimaga o'zi Anthony Gordon sotib olindi? Rafinha kerakmas o'yinlarda ham hamma bor budini berib o'ynaydigan futbolist. Uni masalan aytolmay, Hansi Flick aytsa ham Rafinha shunaqa futbolist. Любой o'yinda 200% o'ynab beradi. Bu yaxshi. Lekin ayrim payt Barselonani minusga ishlaydi. Mana oldingi sezon minusga ishladi. 25-26 sezon. Imенно kerakli payti Rafinha kerak emas, mana Braziliya bilan o'sha ketdi, o'rtoqlik o'yiniga qaytib kelmadi. Men Rashford yomon demayman, lekin imенно pressingda Barselona qiynaldi. Imенно o'sha pressing, chunki Rashford pressing bo'yicha yaxshi futbolist emas, pressing qila olmaydi umuman pashti. Shunda eng kerakli momentda Rafinha o'sha 200% berishi любой o'yinda Barselonani mavsumini minusiga o'ynadi. Rafinha o'ynaydi, asosiy tarkib o'yinchisi bo'ladi, lekin Anthony Gordon mana mavsum davomida sekin-sekin ko'proq almashtirishni boshlaydi Rafinhani. Chunki Anthony Gordon Rafinhaga o'xshash futbolist. Anthony Gordon o'sha ochiq joylarga ochiladigan futbolist, himoyachilarning orqasiga yugurib ochiladigan futbolist. Men Rafinha qanday ochiladi? Xuddi o'shanaqa. Anthony Gordon Rafinhadagi lider bo'lmasligi mumkin, lekin kelajakda mana Rafinha где-то 33-34 yoshida hozirgi formasini ko'rsata olmaydi. Chunki uni futboli shunaqa. Energiya zatratni, energiya ko'p ishlatadi. Va Anthony Gordon uni masalan kelajakda almashtira oladi. Chunki Anthony Gordonda hamma narsa bor. Tezlik, o'ylash, juda ham aqlli futbolist Anthony Gordon. Mana shu jahon chempionati Angliyaga juda ham katta yordam berdi. Mana shu eng muhim futbolchilardan bo'ldi. O'sha Argentinaga bilsangizlar, Malinani orqasidan ochilib gol urishi. Rafinha ham xuddi shunaqada o'zi. Так что Anthony Gordon hamda Rafinha mavsum davomida Rafinha asosiy tarkib o'yinchisi bo'ladi, lekin Anthony Gordon ham ancha ko'p daqiqa oladi. Unda esa Lamine Yamalning o'rniga Adeyemi bor. Endi do'stlar, Adeyemi bu qanday aytsam, Rooneyni salgina bir kuchliroq varianti desak ham bo'ladi. Rooney oldingi sezon Yamalni umuman almashtira olmasligini hammaga tushuntirib qo'ydi. Men Rooneyni yomon demayman do'stlar. Rooney yaxshi futbolist, lekin do'stlar, ayrim payt Lamine Yamal ham endi odam. Lamine Yamal ham jarohat oladi. Va Adeyemi juda ham yaxshi rotatsiyaga futbolist. Adeyemi kerak bo'lgan payt masalan Rafinhani ham almashtirish mumkin, qachonki prosta mana shu tezlik kerak bo'lgan bo'lsa va mana kontratakaga chiqish kerak, mana qarshi hujumlarga shunaqa momentlarda, vaziyatlarda Adeyemi juda ham kerakli futbolist bo'ladi. Va aytishlari bo'yicha imенно Hansi Flick Adeyemi bilan Anthony Gordonni o'zi personalni so'ragan. O'zi mana shu futbolistlar menga kerak deb Barselona
sporting direktori Dekoga aytgan ekan. Va eng qiziq pozitsiyaga endi o'tamiz do'stlar. Markaziy hujum. Bu birinchi situatsiya do'stlar. Agarda Julian Alvarez kelmasa, markaziy hujumda bizada menimcha Anthony Gordon markaziy hujumga o'tadi va markaziy hujumni pastida Dani Olmo bo'ladi va Dani Olmo bilan Anthony Gordon almashib, ikkalasi ham mana shu boley-meni hujumchi bo'ladi. Ana 9lik, lekin aldamchi 9lik. Nimaga? Chunki Dani Olmo mana shunaqa Anthony Gordon ga o'xshash yoki Ferran Torresga o'xshash futbolist bilan yaxshi kelishadi agarda markaziy hujumda bo'lsa. Aytaylik, mana Dani Olmo hujumkor yarim himoyachida va markaziy hujumda Lewandowski bilan yaxshi kelishmaydi Dani Olmo. Nimaga imенно Ferran Torres chiqqan payti Dani Olmo eng zo'r o'yinlarini ko'rsatdi? Chunki Ferran Torres qimillaveradi. Mana salgina buyoqqa o'tadi, salgina chaproqqa o'tadi, salgina o'ngroqqa, salgina orqaroqqa, kerak bo'lsa Dani Olmo bilan almashadi. Dani Olmo o'zi hujumchi bo'lib ketadi. Dani Olmoga shunday bo'lsa, Dani Olmo o'zini juda ham erkin his qiladi. Lekin mana Lewandowskiga o'xshab futbolist bo'lsa, Lewandowski mana o'zi turadi, o'sha qimillamaydi. Ko'p-to'q kutadi, ko'p-to'q kelsa gol uradi lekin. Lewandowski tipajdagi futbolchi bilan Fermin Lopez juda ham yaxshi qo'shiladi. Dani Olmo esa nabaroti. Mana Ferran Torres, Anthony Gordon shunaqa futbolistlar Dani Olmoga yoqadi kelishishga. Endi shunaqa meni o'ylashlarim bo'yicha agarda Julian Alvarez sotib olinmasa, mana shu PSG ga o'xshash, mana Rafinha ham almashadi Dani Olmo bilan, Lamin Dani Olmo bilan almashishi mumkin. Mana shunaqa almashaveradi agarda Julian Alvarez sotib olinmasa. Agarda Julian Alvarez sotib olinsa, hammasi o'zining joyiga tushadi. Nimaga? Chunki Julian Alvarez markaziy hujumga o'tadi. Rafinha chapda, Anthony Gordon bilan bir xil va o'ngda ham xuddi shunaqa situatsiya, Lamin Yamal hamda Adeyemi bilan. Bitta o'sha hujumda может Julian Alvarez bilan Dani Olmo emas, balki Fermin Lopez yaxshiroq o'ynashi mumkin. Keyin ko'proq osonroq bo'ladi Barselonaga agarda Julian Alvarez sotib olinsa. Chunki Julian Alvarez u forvardda, endi baribir ham markaziy hujumchi. Va anchagina yaxshi kelishadi demoqchiman. Julian Alvarez mana kerak bo'lsa Ferran Torresda ham funksionalini ishlash mumkin. Kerak bo'lsa Lewandowskiga o'xshab imенно o'sha forward bo'lib berish mumkin. Julian Alvarez shunaqa, Ferran Torres esa faqat o'sha aldamchi 9lik bo'lib bera oladi, bo'ldi. Mana Lewandowskiga o'xshash futbolist bo'la olmaydi, lekin Julian Alvarez ikkalasini ham qila oladi. Shuning uchun Barselona shunchalik nima deydi, yopishib olgan Julian Alvarezga. Endi yana bitta futbolchi bor, buni ko'p odam bilmaydi, Hamza Abdulkarim. Hamza Abdulkarim Barselonada kelajagi porloq agarda Julian Alvarez sotib olinmasa. Agarda Julian Alvarez sotib olinsa, Hamza Abdulkarim dash chiqmaydi, asosiy tarkibga ham jalb etilmaydi bilishim bo'yicha. Chunki Julian Alvarezdan keyin Anthony Gordon mana shunaqalar bo'ladi, lekin Hamza bo'lmaydi. Agarda aytaylik Julian Alvarez sotib olinmadi, Hamza Abdulkarim bu mavsum Barselona fanatlariga o'zini tanitib qo'yish mumkin, chunki Hamza Abdulkarimda hamma narsa bor. U Hamza Abdulkarim qimillaydigan Holland desak ham bo'ladi. Salgina pasi yaxshiroq. Mana Hollandday momentni sezmaydi-yu, lekin hamma potensiali bor. Juda ham yaxshi forward bo'lishga. Endi bu meni o'ylashlarim bo'yicha do'stlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Barselonaning hujumi qanday bo'ladi? Qanaqa shakllanadi? Julian Alvarez sotib olinadimi, yo'qmi? Men masalan yoki Rafinhani qo'yishadi deyapti, yoki Olmoni o'zini 9lik qilib qo'yishadi deyapti.
Hamma har xil o'ylamoqda. Endi men o'ylashim bo'yicha shunaqa. Anthony Gordon markaziy hujum, Dani Olmo pastda, Rafinha hamda Lamine Yamal. Adeyemi chapda, o'ngda almashtirib turadi ikkalasini. Bu meni o'ylashlarim do'stlar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Yozib qolinglar kommentda. Like bosinglar videoga. Podpiska hammasi o'zlaringiz bilganlaringizdek. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Adios do'stlar.